Assalomu alaykum, mani qadrdonlarim, qadrdonlarim, hurmatli kanalim muxlislari va obunachilari. Hammalaringiz yaxshi yuribsizlarmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Ish qilib bugun erta tongda uyg'onib bo'lib, nima qilay deb, xamir qilib qo'yamiz, u yog'i ko'rinadi, nima qilishimiz, to'g'rimi? Bismillahirrohmanirrohim deb bir osh qoshiq shakar solib oldim. Hozir hamma masalliqlarni tayyorlab oldim, yaxshilarim. Droje solamiz, ko'ramiz. Xamirini qilib qo'yaylik, bu yog'i asta sekin ko'rinadi. Droje, suv, iliq suv. Yaxshilab aralashtirib olaylik. Droje bilan shakar yaxshi do'stlashib olsin. O'zbek tilida aytganda, bugun o'zbek tili nimasi? Bayrami, til bayrami bugun. Yaxshilarim. Yaxshilab aralashtirib olib, 10 minutga sal ustini yopib qo'yamiz. Mana shunday qilib. Oradan vaqt o'tdi. Ana endi sut, iliq sut 200 gram. 200 milligram, to'g'ri gapiray, ha? Keyin nima solamiz? Bitta dona tuxum solaman. Xamir zo'r bo'ladi inshaalloh. Bir dona tuxum, mayonez solamiz. Hammasi iliq uy haroratida bo'lish kerak masalliqlarimiz. Shu menimcha 2 osh qoshiqdek mayonez sovordim. Ana endi yaxshi aralashtiramiz buni. Hammasi bir-biri bilan yana do'stlashsin. Uni oz-ozdan solib qo'lga yopishqoq bo'lgan xamir tayyorlaymiz. Bir choy qoshiq tuz. Tuz esimdan chiqib ketay debdi. Bu endi bizga keragi yo'q. Qizlarjonlarim, xamirimiz qo'lga yopishqoq, mana ko'ryapsizmi? Zo'r xamir bo'ladi inshaalloh. Ana endi qo'limizni ozroq yog'lab olamiz. Mana bunday qilib yaxshilab ana endi aralashtiramiz yog' bilan. O'zi ana shu pirojki, duxovkada qilasizmi? Hamma narsani xamiri yumshoq bo'lsa, shuni pufaytli bo'lib zo'r bo'ladi-da. Bilasizlarmi? O'zi yog'langandan keyin osongina qo'ldan ajraladi. Xamirimiz tayyor. Ustini sal yog'laymiz. Ustini yopamiz, aytganimdek. Tursin. Soatga qarayman, keyin aytaman menda necha soat turganini. Yaxshilarim, oradan ancha vaqt o'tdi. Aniq 1 soat emas, 1 soatdan ham ziyod 2 soatdek vaqt o'tdi. Bu orada boshqa ishlarimni qilib oldim. Xamira qanday gazelida turdi. Ana endi hozir mana bu listimizni yog'lab olaman. Men bu orada bunga boshqa nachinka qilib video olmoqchi edim. Hay, bugun buni kun emas ekan. Kartoshka qaynatdim, 5 ta kartoshka, ukrop soldim, ozroq sarg'iyoq, tuz. Bu safar bu universal xamir. Xohlagan nachinkani qilib, xohlagandek qilsa bo'ladi, lekin bugun bo'lmadi buni nimasi. Listimizni sal yog'lab olaylik. Keyin qo'limizni ham yog'laymiz. Listni yog'lab olib,
xamirlarimizni uzib olamiz. Xamirimizni chiroyli zig'onachalarga bo'lib oldim. Yana 10 minut tinsin, 10 minut, 15 minut tinsin. Nachinkasini mana shuni chiroyli qilib oldim. Yaxshilarim, orada 10 daqiqa vaqt o'tdi. Xamirimiz qarang, qanday yana o'shdi. Ana endi buni bukib olamiz hammasini. Hammasi dumbaloq, pumpaloq bo'lib. Buni qarang, qanday chiroyli xamirimiz o'shdi. Sal stolimizni yog'lab olamiz birinchi. Ana shunday qilib, hamma pirojkilarimni o'zi bukib olaman. Chiroyli qilib, dumbaloq pirojkilar bo'lib chiqadi. Xamirimiz ham qarang, qanday pufakcha xamirimiz. Bukkanda yaxshilab bukish kerak, qavrayotgan payti ochilib ketmasligi uchun. Testolimiz sal yog'langan bo'lsa yaxshi. Shu samsaxonada xamirni ham sotayotgan ekanlarda 1 kilosi 12 ming so'm.
Shu student qizlar so'radim, qiziqib. Qizim, nima bu xamirni nima qilasiz? Ismi deb o'yladim. Keyin yo pirojki pishiraman dedim. Keyin indamay tilimni tishladim. O'zlari albatta xamir tayyorlasalar barakali bo'ladi. Endi hamma o'zining ko'niga qaradi. Kimdir tayyorini sotib oladi. Kimdir o'zi qiladi. Hamma o'zining imkoniyati, sharoitiga qarab yo'l tutadi, to'g'rimi? Sal stoli yana yo'g'lab olmasam bo'lmaydi. Ko'p emas, ozroq. Mana shu pirojkilarni buqib olgandan keyin skaborodkani qo'yamiz gaz ustiga. Birinchi qaysini buqqan bo'lsak, stolni yog'lab, sal ustidan bosib, shundan qovurishni boshlaymiz. Qizlarjonlarim, birinchi buqilgan pirojkidan boshlaymiz. Endi opajonlar, onajonlarim bor. Hammadan uzr so'rayman. Bu bilmagan qizlarjonlar uchun foydam tegsa juda ham xursand bo'laman. Hozir qovurgan paytini ham ko'rasiz, qanday zo'r bo'lib chiqadi bu pirojkilar. Ana oxirgisini ham buqib oldik. Ana endi skaborodkaga yog'ni solib olaylik. Yog'imiz yaxshi qizib bo'lsin endi. Qizdirib olamiz yog'imizni. Bu yog' ozlik qiladi, yana yog' solaman hozir. Qizlarjonlarim, stolimiz ham yog'langan, qo'limiz ham yog'langan bo'lishi kerak. Xamirni mana bunday qilib yoyib olish uchun pirojkilarni. Qo'limiz bilan stolni yog'lab olib, mana shunday qilib solib olamiz. Pirog pishiraman deb chiqarib qo'ydim. Inshaalloh ertaga endi. Mashallah, zo'r bo'ladi inshaalloh. Uni shoqqa qo'ysam, sabztaxtani ustiga olib qo'ysangiz yaxshida. Nimadan chiqqan pirojkilarni, yog'dan chiqqan pirojkilarni. Bu yerda yana 3 tasini yoyib oldim. Buni chiqaraman, birdan bularni chiqarib o'zini taylaman. Pirojkini issiq paytida yesa yaxshida. Samguda ishlaganimda har kuni, Xudoning bergan kuni pirojki, belishi, cheburek, yana nima qilaydim? Sosiska testi qilaydim, ovqatlar pishiraydim, 5-6 xil ovqatlar har kuni menyu o'zgaraydi. Ishlab turgan odamga yaxshi etkanda baribir. Mana qarang, qanday qizardi. Ana endi gazni sal pasaytiraman. Yog'imiz qizib bo'ldi bu orada. Mana shunday bo'ladi.
Mana shunaqa puzir cheti yumshoq pirojkilar qarang. Bu yana 5 ta qoldi. Mana shu xamirga 570 grammdek un ketdi. 570. Endi hammada un har xil bo'ladi. Qolgan masalalarini men hammasini aytib o'tdim nimada? Videoda. 550 gram soling. Qo'lga juda ham suyuq bo'lsa, yana bir 20 grammdek un solib xamir qilib oling. Hammasi zo'r bo'ladi. Hammasi inshaalloh zo'r bo'ladi. Bu yog'i cho'zilib ketmasin, bu yog'ini o'zi pishirib olaveraman. Keyin hali sizlar bilan gaplashaman yana. Oxirgi 2 donasini ham pishirib olyapman. Ana shu xamir universal xamir. Pitsa qilsa ham bo'ladi, pirojki, belishi, sosiska testi, bo'g'irsoq, xohlagan narsangizni shu xamirni ishlatsangiz bo'ladi. Xohlagan nimaga. Bo'g'irsoq qilaman desangiz ham shu uslubda qilsangiz zo'r chiqadi, yumshoq bo'ladi. 2-3 kun qolgandan ham shunday yomon bo'lmaydi-da, yumshoq turadi. Jami bo'lib shu xamirim shu retsept bo'yicha har safar har xil chiqadi. Bugun 14 ta chiqdi. Oldingi video roliklarimdan ham bor. 16 ta ham chiqqan payti bo'ladi, 15 ta ham, bugun 14 ta bo'ldi. Boriga baraka. Hech qaysi ochilib ketmadi. Hammasi zo'r pishdi, mashallah. Mashallah deb bittasini sindirib ko'ramiz. Shunisini sindiraymi? Bismillahirrohmanirrohim. Mana ichlari ham pishgan, ko'ryapsizlarmi? Yumshoq xamiri. Hozir bittasini tatib ko'raychi. Qizlarjonlarim, tuzlari ham zo'r, xamiri nejni, og'izda eriydigan. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringizlar. Mana xamiri qanaqadir. Hammasi pishgan, xavotirga o'rin yo'q. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Yaxshilarim, sog' bo'lingizlar, meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun umringiz uzoq bo'lsin. Nimani niyat qilgan bo'lsangiz, hamma yaxshi niyatlaringiz amalga oshsin. Sizlar ham shunaqa issiq-issiq qizlarjonlarim pirojkilar pishiringizlar. Bitta choylik limon choy, achchiqgina, shiringina qilib, oilangiz bilan maza qilib baham ko'ringizlar. Aynan kartoshkali pirojki bu hamma yoqtiradigan narsa-da. Hammalaringiz umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'lingizlar. Allohga omonat bo'lingizlar. Hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Nimani niyat qilgan bo'lsangiz, bir marta aytaman, hamma yaxshi niyatlaringiz ilohim amalga oshsin. Hammaga kattakon rahmat.